Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiravering, o'tiravering. Men o'zim boraman. Ilohomin. Amin. Avvalambor shifo Allohdan. Albatta. Biz sababchi. Ilohim. Allohdan so'rang, Alloh shifosini bersin. Ilohim. Hech kim kasal bo'lmasin. Yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsin. Ilohim. Hamisha yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'laylik. Amin. Allohu akbar. Har boshlasak. Bismillah, bismillah. Nima bo'lyapti sizga? Bilmasam, oyoqlarim chapga tortib ketyapti. Yo'q, qo'li chapga tortganini eshitganmiz. Oyoqlarikini birinchi og'riq bormi? Yaxshi bo'lyapti. Yashayver. Ana baqvat. Omon bo'ling. Qayerdan keldingiz? Men haligi katta Sayoq qishlog'idan. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, ajoyib. Hozir bundan ham zo'r bo'lasiz. Yashang. Qo'llaringiz dard bermasin. Joningiz sog' shifo toping. Ilohim. Bundan keyin dard alam ko'rmang. Hamisha ancha yengil bo'ldi. O'ynab, Ilohim. to'ylarda lezingiga tushib. Ilohim, Alloh. Omon bo'ling, rahmat. Ha, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti sizga? Mana bu xunuk odam aylantirib qo'ying tavb. Yo'q. Bu chiroyligan jona tegib ketdi. Ko'chaga chiqsam, ayollar orqamdan yugurishadi. Go'zallik saloniga bormasam, sartaroshxonaga bormasam, odamlar qo'yishmaydi-da. Yo'q. Ben o'qib qo'ying tavb janoblarim. Mayli. Allohim yomon ko'z suqlardan asrasin. Ko'z tegmasin deb mana oyog'ima ko'z minchag'an taqib yurim mana. Chiroyli qilibsiz-ku. Ilohim ko'zdan asrasin, yomon ko'zlardan. Rahmat. O'zi dunyoni sizni go'zalligingiz qutqaradi. Rahmat. Og'riq hech narsa yo'qmi? Yo'q. Boshqa shikoyatlar? Yo'q. Rahmat. Hozir men bitta duo qilib beraman, Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi, dunyodagi eng xunuk inson bo'lasiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Demak, oyog'ingiz tuzaldimi? Tuzaldi. Oyoqni qo'y, og'ayni, oyoqni qo'y. Tabibni o'ziga bir tabib kerak mana. Tilla o'zigini qoqib chiqdi.